Mana yana bitta obyektimiz bitish holatiga kelib qolibdi. Endi buni ichiga kirib bir ko'ramiz. Ustakalamizdan bir maslahat so'raymiz. Assalomu alaykum. Mana obyektimiz bitib qoldi. Biz hamma yoqda kelishgan holda, gruppamiz kelishgan holda oq rang berishda shunga to'xtaldik. Mana devorlarimiz qonni travertini tortib turib, sepib turib, unga keyin lakini berib turib, orqasidan mana ustidan atachnitor sepdik. Mana ko'rib bemalol baholarni berib, yoqqan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana hozir kamerasimiz bemalol aylantirib ko'rsating. Xo'p. Ko'rib chiqqan bo'lsalaring, ishimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar.